Albatta astag'firullohni iymon bilan, e'tiqod bilan juda ko'p takrorlashni fazilati bu bilan cheklanib qolmaydi. Balki astag'firulloh juda ixlos bilan aytilsa, juda ko'p narsalarga sabab bo'ladi, xayr barakaga olib boradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zining buyuk payg'ambarlaridan bo'lmish Nuh alayhissalomning tillaridan aytadiki: Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Qul tustagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midraran va yumdidkum bi amwalin va banina va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Nuh alayhissalom aytayaptilarki, men qavmimga borib aytdimki, sizlar Robbingizga istig'for ayting. U zot g'affordir. Ya'ni istig'for aytganlarini, gunohlarini o'ta kechuvchidir. G'ofir bo'lsa kechuvchi bo'ladi. G'affor bo'lsa o'ta kechuvchi. Juda ko'p kechuvchi bo'ladi. Undan keyin sizlarga osmondan baraka yomg'irlarini yog'dirar. Mol, bola chaqa bilan madad berur. Sizlarga bog' o'roqlarni berur, anhorlarni berur deyaptilar. Kitoblarimizda rivoyat qilinadilarki, bir gapda Hazrati Umarning oldiga kelib, bir qavm shikoyat qildi. Bizda quruqchilik bo'lib yomg'ir yog'may qo'ydi. Bir maslahat bering, nima qilaylik desalar, istig'for aytinglar debdilar. U qavm ketib, yana boshqa qavm kelib, marhaba, bizda mol mulk kamayib, kambag'alchilik ko'payib ketdi. Hamma faqir fuqaro bo'lib ketdi. Nima qilaylik desa, istig'for aytinglar debdilar. Yana bir qavm kelib, bizda odamlar befarzandligi ko'payib ketdi. Odamlar oila quryapti, farzandi bo'lmayapti. Nima qilaylik desa, istig'for aytinglar dedi. Yana bir qavm kelib, bizda meva-chevalar qirg'in barot bo'lib ketdi, mevachilik yo'qolib ketyapti, nima qilaylik desa, istig'for aytinglar. Yana bir qavm kelib, bizni anhorlarimizda suv qolmadi, nima qilaylik desa, istig'for aytinglar dedilar. O'tirganlar hayron qolishibdi. Turli qavm kelib, turli shikoyatni qilyapti. Bittasi qurg'oqchilik, yomg'ir yo'g'idan shikoyat qilyapti, unga ham istig'for ayting deydi. Bittasi kambag'alchilikdan, moli puli yo'qlikdan shikoyat qilyapti, unga ham istig'for ayting deydi. Yana bir qavm kelib befarzandlikdan shikoyat qilyapti, unga ham istig'for ayting deydi. Yana bir qavm kelib meva-chevalarni yo'q bo'lib ketganidan shikoyat qilyapti, uni tuzatish uchun nima qilaylik desa, istig'for ayting deyapti. Yana bir qavm kelib anhorlarda suv qolmaganini shikoyatini qilsa, ularga ham istig'for ayting deyapti. Shuni Hazrat Umarga aytishdi. Ey mo'minlarning amiri, sizning huzuringizga turli qavmlar kelib, turli shikoyatlarni qildilar. Siz faqat istig'for ayting dedingiz, xolos. Buni qanday tushunamiz desa, haligi yuqoridagi oyatni o'qiganlar. Alloh Qur'onda shuni deb qo'yibdi. Istig'for aytinglar, Alloh sizlarga osmonni baraka yomg'iri qilib yog'diradi. Sizlarga mol bilan, bola chaqa bilan madad beradi. Sizlarga meva-chevalarni serob qilib qo'yadi. Anhorlaringizni suvga to'ldirib qo'yadi. Demak, siz bilan biz o'sha mashoyixlarimizni tavsiyalariga binoan sidqi dildan doim istig'for aytib yursak, mana shu oyatni va'dasiga binoan haligi narsalarni hammasini elimizga, yurtimizga Alloh taolo serob qilib qo'yar ekan. Ana bu rizq so'rash, farzand so'rash, tinchlik, omonlik, obodonlik, xayr baraka so'rashni eng oson yo'li ekan. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deb yurish. Endi bundan ham yuqori nuqta. Uncha-muncha odam hayoliga kelmaydigan bir nuqta. Istig'forni gunohi bor yoki hojati bor odam aytadimi? Boshqalar aytmaydimi?
ana savol. Gunohi bor, istig'for aytsa, mag'firat so'rasa, gunohi yuvilar ekan. Hojatman hojatini so'rab niyat qilib istig'for aytsa, hojati chiqar ekan. Alloh bir odamni itoatda qilib qo'yibdi. Yaxshi yuribdi. Hamma yog'i serob. Istig'for aytmaydimi? Yo'q, aytadi. Aytadi. Mana hozir domlamiz farz namozini o'qib salom berishi bilan astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh dedilar. To'g'rimi? Odatda biz o'rganganmiz, gunoh ish qilib qo'ysa astag'firulloh deydi. Lekin bu kishi savob ish qildi. Farz namozni shuncha qavmga imom bo'lib o'qidilar. Allohga eng yaqin merojda turdilar. Boshini sajdaga qo'yib, Allohning eng yaqin bandasi bo'lib turib, farzini ado etib turib, shuncha qavmga imom bo'lib turib, boshini ko'tarib salom berishi bilan 3 marta astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deyapti. Nimaga? Ana o'sha Allohga yaqin bo'lganda ham aytiladi. Allohning aytganini qilib, Allohga yaqin bo'ladigan amalga muyassar bo'lganda insonning ko'ngli bo'shashib qolishi bor. Bajarib qo'ydim-u degan holatga o'tib qolishi bor. Shundan saqlanish uchun astag'firulloh deydi. Ko'rdingizmi? Eng yaqin Allohga eng yaqin holatda bo'lib turib ham yana istig'for aytiladi. Chunki har qancha qilsak Allohning oldida bizni qilganimiz oz. Qilib qo'ydik-ku deyishga haqqimiz yo'q. Nuqsoni bo'lgan bo'lsa kechirgin astag'firulloh. Ko'nglimga bir narsa kelgan bo'lsin, kechirgin astag'firulloh. Yana bundan ko'ra yaxshiroq bo'lishiga o'zing sazovor qilgin astag'firulloh. Shuning uchun mana namozdan keyin doim Rasuli akram alayhisolatu vassalom o'zlari astag'firullohni aytganlar. Shu sunnat bo'lib qolgan. Biz jamoat bilan o'qisak ham, yolg'iz o'qisak ham, salom berish bilan qaysi namozni o'qisak albatta astag'firullohni 3 marta aytamiz. Yana yuqori pog'ona shuki, Allohning eng mahbub bandasi Rasuli akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Alloh taolo Qur'oni Karimda u kishini avvalgi va oxirgi gunohlari kechirilganligi, maqomi mahmudga sazovorliklari hammasini aytib qo'ygan. Lekin u zot nima deydilar? Nima deydilar sizmi? Allohga istig'for aytinglar. Men har kuni 100 marta Allohga istig'for aytaman deydilar. Bitta begunoh odam bo'lsa, zot bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vassalom ma'sum. Lekin shu zot ham kamida har kuni niyat bilan 100 marta istig'forni aytar ekanlar. Mana shu haqiqatlarni biz yaxshi bilishimiz kerak. Yaxshi o'zlashtirishimiz kerak. Ana bekorchi gaplardan, g'iyvatdan, chaqimchilikdan, behuda, har xil besavob narsalardan ko'ra tilimiz, dilimiz, vujudimiz istig'for bilan mashg'ul bo'lsa, qancha savob, qancha xayr, qancha baraka, qancha yuksaklik, qalb pokligi, Allohga yaqinlik. Mana shu narsalar hammasi bizning yodimizda turishi kerak.